Hop, takroriy murojaatlar asosan tahlil qilinganda takroriy murojaatlarning 33 yoki 18% aliment va qarz undirish masalalarida 28 yoki 15% mehnatga haq to'lash bilan bog'liq masalalar, 16 yoki 8% pensiyaga oid masalalar, 6% sodir etilgan huquqbuzarlik va firibgarlik va surishtiruv tergovlariga doir masalalarni tashkil qiladi. Bundan tashqari tuman aholisidan o'sha jamoaviy murojaatlarimiz kelib tushgan. Bular jamoaviy murojaatlarning mehnatga haq to'lash va hisoblash masalalari, ikkitasi nafaqa tayinlash, moddiy yordam ajratish, pensiyaga oid masalalar, ikkitasi chiqindilarni olib ketish masalasiga oid masalalarni tashkil qiladi. Va bittasi o'sha yo'llarini shag'allashtirish masalalari tashkil qiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan 2026-yil 13-mart kunidagi Qarshi shahri tajribasi asosida ishlarni tashkil qilish bo'yicha berilgan topshiriqlarga asosan chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. O'sha tumanda ham shu Qarshi tajribasi asosida ishlarni tashkil qilsa maqsadi muvofiq bo'ladi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masalalar bo'yicha Xalq deputatlari tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihalari barcha deputatlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va bildirilgan takliflarga inobatga olingan holda ma'qullansin degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Kun tartibidagi keyingi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-martdagi respublikadagi kriminogen vaziyatni kundalik tahlil qilish faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 111-sonli Prezident qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Qorako'l tumani prokuraturasi tomonidan 2026-yilning 1-choraги davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Mazkur masala yuzasidan so'z Qorako'l tuman prokuraturasi kichik maslahatchisi Diniyev Dilmurod Do'zimbozovichga beriladi. O'zim hurmatli deputatlar, keyingi masala Qorako'l tumanida huquqbuzarliklarning oldini olish va uning profilaktikasi hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha 2026-yil 1-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Mazkur masala yuzasidan so'z Qorako'l tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari mayor Qobilov Erkin Shavkatovichga beriladi. Marhamat.